Bugün 18 avgust rubl başa tushib kettirgan. Bu yoqdan ko'ramiz anjirlarda qancha so'mdan bo'lyapti. Qarag'la. Qarasu bozorida. Ya buna cho'nglaringiz qancha oladi? 100 ga. Çoğuna 100'ge 60 ştuk satıyorum. 100 ga 6 shtuk. Buna maydalar 250 dan keyin bular 6-7 shtukdan ketaveradi ekan bu anjirlar. Qimizni bayaja. Qimizlaringiz qancha? 150 dan keyin qurutlarchi? So'ling'i? Shtugi va ezma qurutda. Ezma qurutda. Ildiydan valyutaning janida bular qarag'lar, rubl tushib ketdi, жаңылык deb qo'ying. Bilib turgan, biroq nega tushib ketdi? Ata sizlar uchun tartib ataman. Video foydali bo'lsa, like bosib, yaxshi kommentariy yozasiz. Jana kanalda qo'ldaga ketsangiz bo'ladi. Mana yerda pirashkisi вообще son. Что-то biroq aynib boshlabdir. Bo'rsoqdag'isida turadi hali bozori. Hem görüyoruz malina qancha so'mdan bo'lyapti? O'sha jursanglar ko'rasizlar. Kuratağızlar, kurat geldi. Bir adam. Bir adam mı? Kamera çıkıyor. Klient var ekan. Aşkımla pasem aktegile deva taktı diyorsun. %500 gerek ha sizge. Qancha oldi malinangiz? 220. Chelangiz unutib qolibdi-da. Ertaga olib kelaman, buyursa ertangasin. 220 ekan bugun 18 avgust. Qulpinay keldi. Hem gelip 200. Ay, Qulpinay ham keladi ekan 200 ekan. Eslashda keladi. Erjevikada 200 az keladi ekan. Ildiydan non sotganlarning janida bilasizlar. Kelaverasizlar. Çöptür qancha oltadi ekan? Çöptür qancha oltadi? 20 so'mdan. Qimmatlab kettiraylik so'm qo'yishdan. A sezon boshlandi, salat sezon. 100'ge 5 6. 100 ga 5-6 can kelib tura, so'm ekan.